Assalomu alaykum YouTube. Bugun 60 yoshli onaxonni bel umurtqalarini tamayraqiga tushirdik. Ko'rishingiz mumkin, tushirganimizda bizda nima chiqdi? Bizda bu yerda yalang'lanish o'chog'i yaqqol ko'rinib turibdi. Bu sagital kesimda ko'rinib turibdi. Hozir sagitalda 2 kesim tabarga olib o'taman. Yana mayda protruziyalari bor. Bu yerda qaranglar. Bu yerda nomiga yo 2 yo 3 mm umurtqa siljishi ham bor. Mana men sizlarga aytgan yalang'lanish qaranglar. Tanani rangi infiltrat bor joyida rangi. Xuddi shunday. Old tomondan ko'rinishi. Ko'ryapsizlar? Asosiy muammo bor joy. Agar buni davolamasa, bu butun umurtqaga tarqalib ketishi mumkin.